O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida ruhlanib, bugungi kunda yurtboy prezidentimizning keyingi 7 yilda respublikamizda olib borilgan barcha ishlarning guvohi bo'lib turibmiz bu kunda. U biz ishlayotgan ta'lim sohasi bo'ladimi, iqtisodiyot bo'ladimi, mahalla bo'ladimi? Ana shu sohalarda har bir insonlarning o'zining munosib hissasi bor. Mana bizdan oladigan bo'lsak, bugungi kunda shu vatanimiz deb, shu Samarqand viloyati deb, shu pedagogika instituti deb, shu g'ayrat bilan kuchimizni ta'lim sohasiga berib ishlab kelyapmiz. Mana keyingi yillarda bundan 10 yil oldingi ta'lim sohasida o'qishga kirish ko'rsatkichlari 9% bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunda 45% ga ko'tarilgan. Bu demak bizning ta'lim sohamizda eritgan eng yutuqlarimizning bittasi. Faxriy mahallada faxriylar olib borayotgan ishlarimiz. Masalan, bugungi kunda institutimizda 50 dan ortiq ustozlar, pensionerlar, ya'ni faxriylarimiz ish olib boryapti. Ularning har bittasi talabalarimizdan 6tasiga bemalol maslahat, yo'l ko'rsatib, yoniga olib birgalikda shu vatan uchun, shu ulug' shahrimiz uchun, mana shu oliygohimiz uchun munosib bir xizmat, elga xizmat qiladigan inson bo'lib ketish uchun o'zimizni burchimiz, vazifamiz deb bilamiz.